Assalomu alaykum. Men Pedagogika psixologiya fakulteti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 2-kurs talabasiman. Men bugun bola shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiya fanidan tayyorlangan taqdimotim haqida yoritib bermoqchiman. Mavzularimiz: o'quv jarayonini samarali boshqarish asosiga qurilgan texnologiya. Rejalarimiz: birinchi rejamiz pedagogik texnologiyalar nazariy asoslari va rivojlantirish bosqichlari. Ikkinchi rejamiz ta'lim jarayonini samarali boshqarish va zamonaviy texnologiyalar. Uchinchi rejamiz pedagogik texnologiyalarni amaliyotda joriy etish tajribalari. Bugungi kunda ta'lim tizimini yangilanishi, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va o'quv jarayonini samarali boshqarish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababli pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Pedagogik texnologiyalar bu ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarishning tizimli yondashuvi bo'lib, o'quvchining maqsadga erishishida yordam beradi. Pedagogik texnologiyalar bu ta'lim jarayonini loyihalashtirish, amalga oshirish va natijalarni baholashning tizimli, izchil, ilmiy asoslangan usulidir. Bu o'quvchilar bilim, ko'nik va malakalarini samarali shakllantirishga qaratilgan. Pedagogik texnologiyalarning asosiy nazariy tamoyillari. Pedagogik texnologiyalar ilmiy, amaliy tamoyillar asosida shakllangan. Ular quyidagi asosiy tamoyillarga tayangan. Shaxsga yo'naltirilganlik tamoyili. Har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olish. Bu tamoyil o'quv jarayonida o'quvchining faol ishtirokini ta'minlashni nazarda tutadi. Faoliyat tamoyili. Ta'lim jarayonini o'quvchining faoliyatiga asoslanishi kerak. O'quvchi faol ishtirokchi sifatida bilimni o'zlashtiradi. Tizimlilik tamoyili. Pedagogik texnologiyalarni yaratishda barcha komponentlar bir-biriga mos ravishda ishlashi kerak. Innovatsion tamoyil. Pedagogik texnologiyalar har doim yangi, zamonaviy yondashuvlarning asoslangan bo'lishi kerak. Bu o'z navbatida o'qitish usullarining takomillashtirishini ta'minlaydi. Samaradorlik tamoyili. Ta'lim jarayonining samaradorligini baholash va uni doimiy ravishda takomillashtirish zarur. Pedagogik texnologiyalar nazariy asoslari va rivojlantirish bosqichlari. Pedagogik texnologiyalar bu ta'lim jarayonini samaradorli tashkil etish, o'quvchilarning bilim, ko'nikmalarini shakllantirish, o'quv jarayonining samaradorligini oshirish uchun mo'ljallangan tizimli yondashuv metodlari. Pedagogik texnologiya ta'lim tizimining kompleks o'zlashtirishlarni, yangi metodlar, vositalar va yondashuvlarni qo'llashni anglatadi. Pedagogik texnologiyalarning asosiy sifatida quyidagi tushunchalar xizmat qiladi. Tizimlilik o'qitish jarayonining barcha komponentlarining maqsad, mazmuni, metodlar va vositalar, natijalarning o'zaro bog'liqligi. Loyihalashtirish o'qituvchining o'quv jarayonini oldindan aniq rejalashtirish va uning tegishli tizimli elementlarini yaratish. Komplekslilik. Pedagogik texnologiya ta'lim jarayonining barcha jihatlarini qamrab oladi, shu jumladan o'quv materiallarini tanlash, metodlar va vositalarni ishlab chiqish, baholash tizimini yaratish. Takrorlanish. Pedagogik texnologiyalar takroriy ishlov berish imkonini berib, har doim yangi yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishga xizmat qiladi. Ikkinchi rejamiz ta'lim jarayonini samarali boshqarish va zamonaviy texnologiya. Bugungi ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va boshqaruv usullarining qo'llanilishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi. O'quvchilarni yanada faol va mustaqil o'rganishga jalb qiladi. Shuningdek, o'qituvchilarning yangi yondashuvlar asosida dars o'tkazish imkonini yaratadi. Quyida ta'lim jarayonini samarali boshqarish va zamonaviy texnologiyalar haqida kengroq va aniqroq ma'lumot taqdim etamiz. Ta'lim jarayonini samarali boshqarish va o'quvchilarning bilim olish jarayonini tashkil qilish, boshqarish va nazorat qilish hamda uning sifatini ta'minlashni anglatadi. Samarali boshqarish ta'lim tizimining barcha tarkibiy qismlarining
optimal ishlashini ta'minlaydi va o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini osonlashtiradi. Zamonaviy texnologiyalar va ta'limdagi o'rni. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonini jiddiy ravishda yangilab, o'quvchilarning o'rganish usullarini takomillashtiradi. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar yordamida ta'lim jarayoni yanada interaktiv va individual bo'ladi. Kompyuter va internet texnologiyalari. Masofaviy ta'lim. Internet orqali o'qitish imkoniyatlari o'quvchilarga vaqt va joyda qat'iy nazar ta'lim olish imkonini beradi. Masofaviy ta'lim platformalari Zoom, Google, Moodle darslarni onlayn tarzda o'tkazish imkonini yaratadi. 3-rejamiz pedagogik texnologiyalarni amaliyotda joriy etish tajribalari haqidagi kengroq ma'lumotim. Pedagogik texnologiyalarni amaliyotda joriy etish bu o'quvchining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, bilimlarni chuqurroq va barqarorroq egallashiga erishish uchun zarur bo'lgan muhim jarayon. Quyida pedagogik texnologiyalarni amaliyotda joriy etish bo'yicha ba'zi keng tarqalgan tajriba va yondashuvlarga keltirilgan. Modulli o'qitish texnologiyasi. O'quv jarayonini modullarga, ya'ni mavzularni yakuniy maqsad asosida bo'laklarga bo'linadi. Har bir modul mustaqil o'rganiladigan, aniq maqsad va natijalarga ega bo'lgan blok hisoblanadi. Kichik guruhlarda ishlash texnologiyasi. Kichik guruhlarda ishlash texnologiyasi. Mazmuni: o'quvchilar 3-5 kishilik guruhlarda ishlaydi. Bu ularning muloqotini, hamkorlikda ishlashini va o'zaro o'qitishni rag'batlantiradi. Yevropa va Amerika mamlakatlarida keng qo'llaniladigan, O'zbekistondagi ayrim innovatsion maktablarda ushbu texnologiya sinf ichida muammoli topshiriqlarni birgalikda hal qilish orqali joriy qilinmoqda. Pedagogik texnologiyalarni amaliyotda joriy etish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Turli innovatsion metodlar, modulli o'qitish, muammoli yondashuv, kichik guruhlarda ishlash vositalari va loyiha asosida o'qitish o'quvchilarning bilim sifatini oshirish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bu texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun o'quvchilarning kasbiy mahorati, texnik baza va metodik ta'minoti muhim ahamiyatga ega. Natijada ta'lim jarayoni interaktiv va samarali va zamon talablari asosida tashkil etiladi. Bugungi mavzularimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.